doimiy ravishda yaxshi bo'lishga harakat qilish, atrofdagilardan hamma narsada tasdiq kutish, atrof uchun yashash, atrofdagilar yaxshi deyishlari uchun harakat qilish, yaxshi ona, yaxshi farzand, yaxshi do'st bo'lishga harakat qilish, yaxshi turmush o'rtoq bo'lishga harakat qilish, lekin oqibatda atrofdagilarning noroziligiga erishish, sog'liqdagi muammolar, puldagi muammolar, pul yetishmasligi, o'zini ocha olmaslik, energiya yo'qligi, hech narsaga xohish yo'qligi. Shunday muammolar sizda ham bormi? Unda sizlarni 5-maydan boshlanadigan o'zlikka qaytish deb nomlangan kursimda kutib qolaman. Bu kursda biz baxillik, solishtiruv, ishonchsizlik, o'ziga bo'lgan hurmat yo'qligi va har qanday holatda xotirjam bo'la olmaslik, shoshqaloqlik kabi xarakteristikalar bilan keng darajada ishlaymiz. Natijada o'zingizga bo'lgan sevgi uyg'onadi, asl hurmat uyg'onadi, asl o'zligingiz bilan uyg'unlashasiz va har qanday vaziyatda qalbingizni eshitishni boshlaysiz. Hayotingizdagi vaziyatlar osonlashadi. Sog'liq, pul, munosabatlarda o'zgarishlar boshlaydi. Sizni har biringizni bu kursimizda kutib qolaman. Cheksiz sevgim bilan xizmat qilishga tayyorman.